15-savol. 2 ga 3 mol nisbatda etil bramid va alkil bramid berilgan bizga. Javob C3H7 brom bo'lar ekan. Ya'ni propil bramid. Demak, bizga berilyapti alkil etil bramid va noma'lum alkil bramid. Alkil bramidni R deb oldim. Radikal bramid. Bu esa etil bramid. Ikkovi kaliy OH eritmasi bilan ta'sirlashganda kaliy OH sol eritmasi galagenga OH qo'yib ketadi-da, kaliy bramid bo'lib chiqib ketadi. Biz chiqqan kaliy bramid yozib o'tirmadik. Bizga organik modda zarur bo'lgani uchun faqat organik moddani o'zini yozyapmiz. Bu yerdan chiqadi etil spirti, bu yerdan chiqadi radikal qanaqadir spirt yoki fenol, bu yerda alkil degan uchun spirt chiqadi. Xo'p, bu yerda kaliy bramidlar reaksiyada chiqib ketadi. Bu yerda kaliy bramidlar yozib o'tirilmagan. Chunki bizda muhim emas u. Xo'sh, endi bu 2 mol. Chunki 2 etil bramid 2, alkil bramid 3 nisbatda deyapti. Bu 2 mol bo'lsa, 2 mol bilan qancha kaliy OH ketadi? Reaksiya kirishadi. 2 mol kaliy OH kirishadi. Buni 3 moli bilan qancha kaliy OH kirishadi? Chunki reaksiya 1 ga 1 da. 3 mol bilan 3 mol kaliy OH reaksiya kirishadi. Demak, endi e'tibor beramiz. Kaliy OH 56 gram 1 mol bo'ladi. Bizda demak, aytayapti, bu aralashma ishg'ol eritmasi o'tkazilganda eritmadagi kaliy OHning massasi 28 gramga kamayibdi. Nega kaliy OH massasi 28 gram kamaydi? Chunki 28 gram kaliy ishqori mana bular bilan reaksiya kirishib yo'qolib ketgan. 56 gram kaliy ishqor 1 mol bo'ladi. 28 gram kaliy ishqor necha mol bo'ladi? 0,5 mol bo'ladi. Demak, etil bramid va alkil bramid bilan reaksiyaga kirishgan kaliy OHning miqdori 0,5 mol ekan. Endi bu 2 mol, bu 3 mol, 2 ga 3 nisbatda kirsa aralashmadan 5 mol kaliy OH sarflanadi jami. Lekin bizda 0,5 mol kaliy OH bor. Demak, 0,3 ga 0,2 sarflangan. Qaytaraman. 2 mol kaliy OH bilan 3 mol kaliy OH reaksiyaga kirsa 2 ga 3 jami 5 mol bo'ladi. 5 mol kaliy OH 2 ga 3 nisbatda kirsa. Bizda 0,5 mol kaliy OH bor. Demak, 0,3 ga 0,2 nisbatda reaksiyaga kirishadi. Endi e'tibor beramiz. Reaksiya 1 ga 1 bo'lgani uchun etil bramidimiz 0,2 mol, alkil bramidimiz demak 0,3 mol. Chunki reaksiya 1 ga 1. Buni kaliy OH 0,2, buni kaliy OH 0,3 chiqqanidan biz bilyapmiz. Demak, bular ham shunday bo'lgan. 0,2 ga 0,3 dan bo'lgan reaksiya 1 ga 1ligi uchun. Endi nima qilamiz? Etil bramid 1 molda 5 mol vodorod atomlari bor. Xo'p, bizda bundan 0,2 mol bor edi. Mana 0,2 mol. 0,2 molda qancha vodorod bor? Ko'paytirib bo'lsak 1 mol vodorod bor. Endi jami vodorodlar 3-1 edi. 3-1 edi vodorod atomlar. Shuni 1 moli etil bramidda bo'lsa, qolgan 2,1 moli nimada? Noma'lum alkil bramidda bo'lgan. 2,1 mol noma'lum alkil bramidda vodorod bor, uning 0,3 molida. 1 molda demak qancha vodorod bo'lgan? 7 mol vodorod bo'lgan. Alkil bramidlarda umumiy formulasi CnH2n + 1 brom bo'ladi. Chunki +2 bo'lish kerak edi, bitta vodorod ketib, o'rniga bitta brom kelganda. Endi shunga ko'ra 2n + 1 bu vodorodlar soni 7 ga teng ekan. Bu tenglama olib chiqsak, 7 dan 1 da ayiramiz. 6, 2 ga bo'lsak 3. Demak, C3H7 brom. Javob chiqdi.